Короче, o'rtoqlar, nima narsa aytib beraman, ishonmaysizlar. Men o'ylab yotuvdim. Men Chang'an avtomashinasini xohlayman, Chang'andagilar esa hatto bilishmaydi ham bu haqida. Keyin bitta qaror qildim. Islom Shangan, qalaysizlar? Mani ismim Muhammad Ali. Boboda menga bitta mashina sovg'a qilgili kelyaptimi? Xursandchiligim ichimga sig'maganda eng chiroyli kiyimimni kiyib bordim. Tusovka moshniy edi. Chang'anda yangi avtomashinasi chiqqan ekan, shuni prezentatsiyasi bo'lib o'tdi. ADS avtoторможение oldinga ketayotgan mashinalarga moslashib ketishi. Biroq gapiraverganlaridan quloqlarim ivib ketdi, chunki informatsiya mashina bo'yicha juda ham ko'p. Asosiy bilish kerak bo'lgan narsalar. Bu городской crossover, kompaktniy, juda ham chiroyli. 160 ot kuchi, elektrichka, 5 minutda 100% zaryadka bo'lar ekan. Buni tekshirib ko'ramiz. Mendan ham yaxshiroq ma'lumot albatta diler sizlarga beradi, lekin meni fikrim bo'yicha bu mashina haqida 24 mahal sutkada o'ylab ko'rish shart. Chunki va nihoyat biza hamyonbop narxga juda ham yaxshi mashina olamiz. 5 yil garantiyasi. Keyin qachon menga meni mashinamni sovg'a qilib yuborishadi deb o'ylab yurganimda, to'xtang, sizga bitta narsa bor deyishdi-yu, bitta paket tutqizib yuborishdi. Mana shu paket. Tada! Faqat adashtirish bo'lmasin, bu o'nchoq emas, bu model. Ya'ni birinchi Chang'an ishlab chiqargan model. Albatta hamma narsa metalldan ishlangan. Eshiklari ochiladi, yopiladi. Syomniy krishaga ega. Rul buraladi. Rul buralgan payt g'ildira ham qimillaydi. Aytmoqchi bo'lganim, men juda ham yaxshi vaqt o'tkazdim. Chang'an bilan yana ham yaxshiroq tanishdim. 1-2 kundan keyin mashinasini test drayvga 2-3 kunga olib olaman.